Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men yana Shabaha Gamer do'stlar. Bugungi videomizda biz Robloxdagi Please Donut degan o'yinni o'ynaymiz do'stlar. Bu o'yin ko'pincha puli boylar uchun qo'yilgan, ya'ni donut. Ya'ni Robloxda sizlar biladigan Robux degan narsa, to'g'rimi? Aynan o'sha narsa bu yerda juda katta rol o'ynaydi. Mana bunday qilib bemalol sizlar boshqalarga Robux bersalaringiz ham bo'ladi. Sizlarga bitta kodni aytsam, mana shunday deb yozsalaringiz sizlarga shuni kod beradi, ya'ni narsa beradi. Men buni olganman. Va bu yerdan bemalol boshqa joydan odamlarga tashlasangiz bo'ladi. Masalan, boshqa Amerikadan O'zbekistonga tashlashlaringiz mumkin yoki do'stlaringizga, yoningizda yo'q bo'lgan do'stlaringizga tashlasangiz bo'ladi bemalol. Keyin uzoqda qolib ketsalaringiz ham o'zlaringizga, ya'ni sotuv Please Donut joyini qilsangiz bo'ladi va mana bunday qilib bemalol yangi emotsiyaga shunday narsalar qilsalaringiz bo'ladi. Faqat bu bug. Bemalol boshqa odamlarga kelib Please Donut deb yozsalaringiz 99.99% 1% hollarda sizlarga donat qilib qolishi mumkin. Menga ham donat qilishgan, faqat juda kam. Atigi 3 Robux. Bemalol Robux olsalaringiz bo'ladi bu yerdan, lekin buning uchun juda sabr kerak. Juda katta sabr kerak. Masalan, bironta odamning oldiga borib Please Donut desangiz, birdan sizlarga donat qilib yubormaydi. Hatto o'zlaringiz ham shunday qilsalaringiz kerak. Hatto bir ikkita odamlar bor, naq Robuxga 20.000 Robuxga borgan bo'lsa ham bari Robux so'rashadi. Shunday odamlar ham borki, bu yerdan naq 1 millionga yaqin, ya'ni 100 millionga yaqin Robux olib ketaverishgan. Bu yerdan mana bemalol Robuxlar bor, bu yerda shunaqa qilsalaringiz bo'ladi. Keyin sizlarda sotuv joyingiz bor. Nomi inglizchasiga stand bo'ladi-da. O'sha standni yangi, ya'ni o'shanaqa standni yangisidan olishlaringiz uchun o'sha Pixel degan kodni qo'ysalaringiz olasizlar va tepadagi invite'dan bemalol qo'ysalaringiz bo'ladi. Odam chaqirsangiz bo'ladi va o'zlaringiz do'stlaringiz oldiga ham teleport bo'la olasiz. Mana unaqa odamlarni ko'rsangiz ham bulardan so'rab yurmang, chunki bular baxil bo'lib ketgan. Va yana mana bu yerda bug'da ishlatganlaringizdan keyin bu yoqqa o'tira olmaysizlar. Sizlar birinchi paydo bo'lganlaringizda mana shu favorani oldida paydo bo'lasizlar. Ana bemalol Robux olsangiz bo'ladi bu yerdan. Va yana tepada, ya'ni chatdan bemalol kim qancha qilayotganini, ya'ni kim donat qilayotganini ko'rsalaringiz bo'ladi. Bu o'yinda AFK tursalaringiz ham Robux beradi, faqat juda kam. Ya'ni AFK turganlaring uchun kimdirlar sizlarga kelib berib ketishi mumkin, ya'ni Robux tashib ketishi mumkin, donat qilib ketishi mumkin, lekin kam. Metdagi odamlar esa shunchaki turishibdi bekorga. Ungacha hozir ular qancha Robux topishardi. Do'stlar, yana mana bu yerdan bemalol boshqa odamlar Robux tashlasa-da, o'sha yerdan sizlar olasizlar. Gift qilib tashlashi mumkin bemalol. Yana bu yerdan yana nimani aytsam ekan? Bu yer ancha katta emas, lekin normal va mana bu yerda joy bor va mana tagini bossalaringiz tezlashtiradi. Ya'ni tezroq yurasizlar. Va bu yerda faqat omadli odamlar Robux olishyapti. 20.000, 100.000 olishlari mumkin. Va maytdan chiqa olmaymiz afsuski. Va xizmatdan borsak, bu yerda do'kon bor.
bu tepadagi 6 raqam turuvdi-ku, o'sha yerdagi narsalarga, ya'ni o'sha yerdagi pulga mana shu yerdan bemalol sotsangiz bo'ladi. Mana og'iz bosilib ketdi. Mana bu yoqqa 200, mana yoqqa 300. Tepaga ham chiqsangiz bo'ladi. Va mana bu yerdan bemalol o'yin o'ynab tekinga shunaqa stend nomli narsalarni olishlaringiz mumkin. Masalan, hozir bittasini bosdik va yangi o'yin kirib ketdi. Do'stlar, mayli, videoni shu yerda tugatamiz. Ancha qiziq bo'ldi degan umiddaman. Like bilan obuna etsangiz chiqmasin. Xayr.